pastki qavatdan 2 xona qishli uy qidirgan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan Chilonzor tuman 26-kvartalda joylashgan 2 xona 3 xonaga o'zgartirilgan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu xonamiz ko'rib turganlaringiz birinchi xona, mehmonxona, o'zining yumshoq mebellari. Uyimiz neoklassik usulda ta'mirlangan bo'lib, ko'rib turganlaringiz TV zonalari bilan o'zini. Bu yerda esa 2 olti balkonimizda yarmiga o'tirib ovqatlanish uchun stol stullar va qolgan yarmiga esa oshxonamiz ko'chirilgan. Ko'rib turganlaringizda kerakli barcha mebel va texnikalar yaxshi sifatli qo'yilgan. Ushbu uyimiz 5 qavatli binoni 2-qavatda joylashgan bo'lib, umumiy maydoni 50 metr kvadratdan iborat. Ko'rib turganlaringiz glavni eshigidan kirib kelish, bu yerda esa yotoqxona qismi, xonalarimiz alohida joylashgan bo'ladi. Bu yerda esa ota-onalar yotoqxonasi, o'zining kerakli barcha mebel va texnikalari bilan 5 yilga stroyniy shkafimiz. Bu yerda esa sanuzel qismimiz joylashgan bo'ladi. Uyimiz g'ishtli dom bo'lganligi sababli sanuzelimiz birgalikda joylashgan bo'ladi. Ko'rib turganlaringdek. Bu yerda esa oshxonamiz o'rni bolalar xonasiga o'zgartirilgan. Bu yerda ham shkaflari, dars qilish uchun dars stollari, kerakli barcha mebel va texnikalar bilan jihozlangan. Uyimiz yangi ta'mirdan so'ng hali hech kim yashamagan bo'lib, uyimizda orientirga keladigan bo'lsak, Chilonzor 26-kvartal Aygen chorraha Globus savdo majmuasining ro'parasida joylashgan ushbu uyimizda videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda egalari 73 ming AQSh narxlashmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.